1,5-2 yil davomida o'ng tarafdan grija bezovta qilib yurdim yana. Tegishli tekshiruvlardan o'tib, o'zi lechini olib o'rgandim. Oxiri baribir bo'lmadi. O'ng oyoq holsizligi, og'riqi, yurishga qiynalishi ko'p bezovta qildi. Shu Rasuljon Qalandarovichga murojaat qildik. Qo'llari yengil jarroh ekan. Endoskopik usulda chulanni olib tashlash operatsiyasi qilindi. 2 kun oldin o'zi mana xastasiz bemalol o'zim yuribman. O'zi o'ng oyoqda turish ham iloji yo'q edi. Hozir bemalol o'ng oyoqimda ham turaman. Yurishga ham qiynalmayman. To'g'rilab ketdi. Bu bemorimiz Xorazmdan o'zlari doktor bo'ladi. Umurtqa pog'onasini grijasi bor edi, ham kanalda stenoz bor edi. Kuchli stenoz bor edi. O'ng tomonlama kuchli og'riq bilan hamda o'ng oyoqlari yaxshi ishlamasdan, yurolmasdan kelgan edi. 2 kun oldin endoskopik, bipartal endoskopik usulda operatsiya o'tkazdik. Ikkita levelda polni tozalab, dekompressiya qilib, grijalarini olib tashladik.